O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining tegishli buyrug'i ijrosini ta'minlash maqsadida joylarda Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri kubogi musobaqalari tashkil etilmoqda. Batafsil muxbirimiz lavhasida. Vazir kubogi musobaqasi qizg'in, murosasiz bellashuvlarga boy bo'ldi. Musobaqada tumanning umumta'lim maktablarida tahsil olayotgan 7-11 sinf oralig'idagi 14-18 yoshli o'quvchi qizlar ishtirok etdi. Dastlab tuman maktabgacha va maktab ta'limi xodimlari sportga qaratilayotgan e'tibor haqida so'zlab, futbol musobaqasini o'tkazishdan ko'zlangan maqsad haqida, shuningdek, uning o'tkazilish bosqichlari haqida ishtirokchilarga ma'lumotlar berishdi. Ochilish marosimidan so'ng qizlar maydonda g'oliblik uchun o'zaro to'p surdilar. Bellashuvlar nafaqat ishtirokchilar, balki tomoshabinlar uchun ham katta qiziqish uyg'otdi. Futbol o'yini orqali o'quvchi qizlar jamoada ishlash, intizom, sabr-toqat va o'z kuchiga ishonch kabi fazilatlarini namoyon etishdi. Surxondaryo viloyati barcha umumiyat ta'lim maktablari bo'lgan sari Sherobod tumanida maktab o'quvchilari o'rtasida ham vazir kubogi musobaqalari o'tkazilmoqda. 7-11 sinf o'quvchilari o'rtasidagi dastlab sektor bosqichlari o'tkazib, kuni kecha o'tkazgan sektor bosqich musobaqalarimizda qariyb 1400 dan ortiq maktab jamoalari ishtirok etishdi, o'quvchi qizlar jamoa ishtirok etdi. Mana bugun sektor bosqichida g'olib bo'lgan umumiyat ta'lim maktab o'quvchi qizlari musobaqada bellashmoqda. Ko'rib turganingizdek, tumandagi 67 hamda 27 sonli umumiyat ta'lim maktab o'quvchi qizlari Surxondaryo viloyatidagi viloyat bosqichiga ishtirok etish uchun bellashmoqda. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad o'quvchi qizlarni vatanparvar tarbiyalash, sport bilan muntazam shug'ullanishi, shuning bilan birgalikda o'sha qizlar futbolini yanada rivojlantirish. Yakuniy natijalarga ko'ra, birinchi o'rinni 67, ikkinchi o'rinni 27 va uchinchi o'rinni esa 48 sonli maktabning qizlar futbol jamoasi qo'lga kiritishdi. 67 maktab o'quvchilari musobaqaning viloyat bosqichida ishtirok etish yo'llanmasini qo'lga kiritishdi. Qizlar o'rtasida futbol bo'yicha vazir kubogi e'lon qilindi. Bu vazir kubogida Sherobod tumanida ham tashkil etilib, 75 ta umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilari o'rtasida o'tkazilgan tadbirda Sherobod tumanidagi, ya'ni bizning 67 umumiy o'rta ta'lim maktabining Gegirda qizlar jamoasi tumanda birinchi o'rinda viloyat bosqichiga chiqdik. Xudo xolasa biz o'quvchilarimiz bilan yana yaxshida tayyorgarlik ko'rib, viloyat bosqichida birinchi o'rinda olib, respublika bosqichiga qatnashishga harakat qilamiz. G'oliblarga tashkilotchilarning faxriyorlik va esdalik sovg'alari topshirildi. Aytish kerak, bu kabi bellashuvlar yoshlar, ayniqsa qizlar o'rtasida sportga bo'lgan qiziqishni orttirish, ularni jismoniy chiniqtirish va sog'lom turmush tarzini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.